Biz bu yil jamoamiz bilan Kolumbiyada bo'lib o'tgan xalqaro fizika olimpiadasida qatnashib keldik va bu olimpiadada biz jamoamiz bilan tarixdagi eng yaxshi natijamizni qo'lga kiritdik. 2 ta kumush, 2 ta bronza. Olimpiada juda ham qiziq o'tdi. Olimpiada 2 turda bo'lib o'tdi, eksperiment va nazariy turlarda. Biz bu 2 ta turda demak ko'rsatgan natijalarimiz sababli hozirgi natijani qo'lga kiritdik.